What's up Minecraft fanlar? Bugungi videomizda biz qanday qilib boks tutishni o'rganamiz. Yo, hazillashdim do'stlar. Bugun boks tutishni o'rganamiz. Hazil chetga surib turamiz. Bugungi videoda biz Minecraft Java Edition uchun top 5 ta eng zo'r modlarni ko'rib chiqamiz. Bu modlarda siz qidirib yurganlar albatta bor bo'lishi mumkin. Video boshlanishidan oldin o'zingizga issiqqina ko'k choy damlab oling va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Va bu modlarni men sizlardan hech qanaqa like so'ramasdan tashlab qo'yaman, chunki baribir sizlar like bosmayapsizlar. Va bo'pti, endi biz boshladik. Top 5-modimiz esa mana shunday ajoyib bo'lgan mebellar modini qo'shib beradi. Bu mebellar modi bilan siz bemalol o'zingizda serial yoki oddiy videoingizni olsangiz bo'ladi. Bu mod bilan unchalik zerikib qolmaysiz. Masalan, hozir men ko'zimga tashlanganlarni olib sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'sh, yana mana bu musorkani olamiz. Yaxshi, mana bu javon, ya'ni bunga narsalar solamiz. Oshxonani javonni, xo'sh, bu yerda esa yana mana pushti rakvina. Bu yerda esa musor, bu yerga keraksiz narsalarni shunday tashab, emptyni bossangiz hammasi yo'q bo'ladi va bu yerda bunaqa lampa, ya'ni tungi chiroq bor ekan. Okey. Bu juda ham ko'p. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tirsam, juda ham zerikarli bo'lib qoladi. Xullas, bu mod shunaqa mebellardan iborat edi. Endi esa keyingi top 4-modimizga o'tsak ham bo'ladi. Top 4-modimiz bizni mana shunday ajoyib realistik qurollarni kutib oladi. Bu yerda siz PUBG Mobile o'yinidagi barcha qurollar ishlatishingiz mumkin. Pistolet, avtomat, snayper. Mana bu yerda men avto olaman va deagle oldim, undan keyin AKM. Hammasini ko'rsam albatta zerikib buni qarang, realistikligini, o'tish ovozlarini qarang. Slime o'ynash, headshot bro. Juda ham ajoyib ishlar. Bunaqa shift o'tirsanglar ham bunaqa qiyshiqroq otadi. Keyin buni ana poylab o'qlasanglar bo'ladi, R-ni bosib o'qlaysizlar. Keyin Z-ni bosib buni upgrade qilsanglar bo'ladi. Qo'yish va mishkani 10 tomonni bosinglar. Bunaqa mishkadan H tugmasini bosinglar, shunaqa avtomatlar o'ynab o'tiradi mana. Ko'ribsizlar mumkin, o'qiga qarab o'ynab o'tiribdi. Mana bu sniper oldik. Sniper bu yerga o'zimiz kuchaytirsak bo'ladi. Bunga pritsel qo'yish kerak. Z-ni bosib upgrade qilsak bo'ladi. Mana keyin o'tamiz. Let's go. Yana ajoyib. Xullas, top 4-mod shulardan edi. Top 3-mod esa bizga mana shunaqa zamonaviy, juda ham tez yuradigan superkarlar modini qo'shib beradi. Masalan, mana mototsikl va bu yerda BMW va bu yerda biz Ferrari'ni olsak bo'ladi. Bular juda ham realistik qilib ishlangan. Hatto bularda siz haydasangiz ham bo'ladi. O chiqib qoldi. Mana bularni hamma yoq eshik, orqa eshik, bagaj hamda kabotlarni bemalol ochib yopib yursangiz ham bo'ladi. Mana salonlar ham juda ham ajoyib do'stlar. Men hozir sizlarga haydab ko'rsataman. Mana juda ham ajoyib. Agar biz oldin yursak, ko'ryapsiz, D ga urilyapti. Agar biz orqa yursak, R ga urilyapti. Endi bu avtomat ko'ribki. O'sh tezligimiz 79 ga chiqargan. Buni biz kuchaytirsak ham bo'ladi. Uning uchun U tugmasini bosib, mana bu bu yerda xo'sh, buni yoqmaymiz. Bu shunchaki mana uni bosamiz. Mana uni autoni yoqamiz. Keyin sportni yoqsak, mana bizga ko'ryapsizki, juda ham ko'p tezlik beraveradi. 100 dan oshib ketdik uchun bittada ko'ryapsiz. Hozir 200 ga ham chiqib qolamiz. Qanday 200 ga chiqamizmi? 200 ga nihoyat. Mana bu yerda qishloq. Urilmasdan o'tib ketaman. Hatto moblarni urib o'tsak ham, drift qilsa ularga qaranglar. Drift qilinglar. O'zim sizlarga to'xtab ko'rishdan to'xtab olay. Bu seni bossak uje unaqa. Sinacha. Mana bu drift qarang. Buqalar faqat YouTube'larda, shortslarda bo'ladi. Minecraft'da ham bo'ladi bunaqa narsalar.
juda ham ajoyib dumaloq drift qildik. Do'stlar, bizda unaqalarda hali juda ko'p. Men sizlarga bor yo'g'i 10 dan 1,5 qismini ko'rsatib o'tirdim. Mana bu yerda Ferrari ham bor, lekin bu ancha tez yuradi. Mana bu yerda ham mototsikl. Va top 3-mod shulardan iborat edi. Top 2-mod esa do'stlar, mana shunaqa tez quriladigan mod bu. Bu yerda любой narsa, masalan, mana limuzinni olamiz. Mana bu yerda hozir bu yerda bular Knight statue-lar bor ekan, ya'ni ritsarlar bunaqasi. Mayda haykali xullas. Keyin bu yerda mana bunaqa tent otadigan piston. Qaranglar, 3 eshik bor ekan, ochiladigan turib. Mana bu yerda 10 tugmani bosasizlar, yerga qo'yasizlar. 10 tugmani bosib, yana 10 tugmani bosasizlar. Ana bu yerda Minecraft kuchli sehrlangan aslahalar bizlarga tekin berib qo'yadi. Mana shunaqa qilish degan narsa. Keyin bu yerda limuzin. 10 bosasiz, 10 chap mishkani. 10 mishkani, keyin yana 10 mishkani bossanglar, shunaqa struktura paydo bo'ladi. Xo'sh, time set qo'yamiz. Okay. Bu yerda mana 3 piston dor bor, yana 10 tugmani bosasiz. Mana buni ishga tushirsak, vot. Qarang. Agar buni o'rab qo'ysak juda ham chiroyli ko'rinadi. Temir bilan o'rab qo'ysak, hali bu yerda juda ham ko'p gigant uylar bor. Даже meni kompyuterimni qotirib qo'ygan. O'shanga anaqa katta uylar ham, lekin qurishni maslahat bermayman. Ancha vaqt oladi, 1 daqiqa. Endi keyingi top birinchi modga o'tsa ham bo'ladi. Top birinchi modda biz transformerlarga bemalol aylanamiz, lekin invertorda bo'lmaydi. Bular invertordan shunchaki aylanmaysiz. Siz chatga mana bunday yozishingiz kerak bo'ladi. Transformers set self va bu yerda mana transformerlarning anaqasi kategoriyasi chiqadi. Masalan, men xo'sh, kimni tanlasam, Megatronmi? Davay Megatron do'stlar. Okey, mana o'zi Megatronga aylandi. Ko'ryapsiz, juda ham bahaybat, realistik mas'uliyat bo'ladi. Agar biz zero bosadigan bo'lsak, mana shunaqa biroz blasteri bizga chiqadi. Juda ham ajoyib. Ikkita qishloqni yo'q qilar ekan. 3 tami? Agar biz g'ini bosadigan bo'lsak, shunaqa pichoqchasi chiqar ekan, ajoyib. Bu bilan siz bemalol qiziqarli videolar olsangiz bo'ladi. Va reni bo'lsangiz biz samolyotga aylana olamiz. Ko'ryapsizmi? Juda ham tez uchamiz. Mana o'tib ketsak bo'ladi, hatto samolyotga aylanganimizda. Mana endi umuman tezlashdik, kontrolni bosdim men. Ana juda ham tezlashdik. Buni qilib siz do'stingizni bemalol ustidan kulib yursangiz bo'ladi. Shunaqa transformerlarga aylanib oladi. Transformatsiyasi ham juda ham yaxshi ishlangan va biz boshqa transformerga aylanib ko'ramiz. Xo'sh, Transformer set self. Masalan, Optimus Prime. What the heck, bro? Mana ajoyibligini qarang. Xullas, reni bosamiz, o'sha mashhur furaga aylandi. Juda ham ajoyib. Reni bo'lsak, yana o'z holimizga qaytamiz va V'ni bo'lsak, bunaqa jang mana G'ni bo'lsa, bunaqa pichoqchalar chiqdi. Z'ni bo'lsa, mana bunda blasterlar chiqdi. Ajoyib. Bu shift bo'lsak, ajoyib o'tirar ekan. Endi Transformer set clear self qilsanglar, o'ziga holiga qaytasizlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Top birinchi mod shulardan iborat edi. Bu modlarni men shunchaki tashlab qo'yaman. Telegram kanalim esa описаниеda bo'ladi.